Zahar. Bu tabiatdagi eng aniq va o'tkir qurollardan biridir. Bir tomchi tish, tikan yoki chaqmoq orqali yetkaziladi. Sizni tirik saqlash uchun qurilgan tizimlarni to'xtatishga qodir. Zahar tasodifiy emas. Har bir molekula vazifali vosita. Ba'zi zaharlar nerv tizimiga hujum qiladi, signallarni to'sib, tana harakatini to'xtatadi, miya esa ongli qoladi. Boshqalari qonga ta'sir qiladi. Ular qonni suyultiradi, quyuqlashtiradi yoki tomir devorlarini yirtib, qon aylanishini buzadi. Ba'zi zahar to'qimaga hujum qiladi. Hujayralarni parchalay boshlaydigan fermentlar chaqish joyi bo'ylab o'g'riq, shish va zararni tarqatadi. Uni tashuvchi hayvon uchun zahar samaradorlikdir. U kichik jonzotlarni samarali ovchilarga, zaiflarni esa ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan narsaga aylantiradi. Ammo uning eng muhim jihati aniqlikdir. Har bir tur zaharning tarkibi, oljasi va tahdidlariga qarab vaqt o'tishi bilan moslashadi. Yashash uchun yozilgan biokimyoviy kod. Insonlar uchun zahar bir vaqtning o'zida xavf va imkoniyatdir. Falaj qiluvchi, qonni suyultiruvchi yoki og'riqni to'xtatuvchi birikmalar. Qon ivishi buzilishlari, yuqori qon bosimi va surunkali og'riqlar uchun yangi dorilar yaratishda o'rganilmoqda. Shunday qilib, zahar tishdagi oddiy zahar emas. Bu nervlar, qon va hujayralarga